Keling Nodiraxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jana yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga shukr. Avvalambor assalomu alaykum. Men Temira Nodira 80-yilda tug'ilganman. Shu yil sentyabr oyida ko'krak saratoni tashxisi bilan qo'yilib, 5 ta ximiya oldim operatsiyadan keyin. Endi hozirgi holatda 5-ximiyadan keyin shu jigarimda o'zgarish bo'lib, ximiyani ta'siri bilan ximiyani to'xtatgan holatda qon o'zgarishlarida 6si baland chiqib, jigarimga ximiya ta'sir qildi va to'xtatdim. Endi hozirgi kunda 5 ta tuya sutini olib ichdim. Avvalambor shu opalarimizga rahmat. Shu tuya suti shifo baxshligini o'zimda yaxshi his qilib bilganim uchun hammalariga tavsiya etaman. Shu tuya sutini 5 tasini foydasini bildim. Analizingiz qanaqa bo'ldi? Analizim birinchi 6si 96 chiqdi. Mana shu 5 ta tuya sutini ichganimdan keyin hozir kunda 76 ga tushdi. Xudoyimga shukr. Qarang, bir pasda mana Allohga shukr 76 ga tushdi. O'zimda o'zgarish bildim. Avvalo Alloh sizlarga ham Allohim shu tuya sutlarini shifosini bilganim uchun tavsiya qilaman. Onkologik kasallar. Demak, onkologik kasalga darrab 5 litrda yo'q foyda ko'ribsiz-da? Ko'rdim, Xudoyimga shukr. Allohimga shukr. Quvvatlarim yaxshi. Shu tuya sutini yana olgani keldim. Og'riqlaringiz qoldimi? Og'riqlarim yo'q. Og'riqlarim qolgan. O'zim quvvatga kirib qoldim, Xudoga shukr. Ximiyadan keyin o'zim quvvatimni yo'qotib qo'yardim. O'zimni yaxshi his qilmasdim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Xudoyimga shukr. Avvalam Alloh sababchilar bo'lgan shu opalarimizga ham sog' bo'lsin, tan-jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Sizga ham rahmat. Biz tuya sutimizni istab so'rab kelganingiz uchun.